Assalomu alaykum. Aziz kanalimiz obunachilar, aziz musulmonlar, mana Kamsomolobod, Repxoz. Kamsomolobodga keldik. Mana baliq ovlashni boshlashyapti. Qaranglar, soat 5 dan o'tyapti. 2025-yil 23-aprel, ha? Mana ketyapti mana. Hozir nari chekadan tashlab olib keladi, ha? Xudo xolasa inshaalloh. Undan keyin bizga ham baliq bo'lib qoladi. Shuni olib ketaman inshaalloh. O'zi ham 10 gektar deyapti. 10 gektar. Katta joy ekan nihoyat. Alloh barakasini bersin. Kimi manaqa baliq hovozi bo'lsa ham barakatli qilib qo'y, xayrli niyatlariga yetkiz. Shu odamni mehnat qilib mana shunchalik. Og'a qayerdasiz? Bulovash, Andijon. Bulovashdan ketdingmi? Video qilyapti. Mana ona nari odamlar olgani kelganlar. Ana o ketyapti. Ko'ryapsizlarmi, qator to'r tashib olib. Ash tomondan mana shu tortib keladi hozir. Bu yerda amur, sazan, belamur. Ya'ni piyostra degani ham bor ekan, ozmoz oralash ekan. Nihoyatda. U piyostra degani hali oq baliqqa o'xshaydigan, yiltiroqroq. Soat ham mana 5 dan hozir ko'raman. 5 dan 21 minut o'tibdi. Ulgib olaylik ish qilib qorong'i tushguncha. Xudo xolasa inshaalloh ulgib olamiz. Bugun mana olib borib baliq tashlab olsak, hovuzimizga o'zimiz. Yaxshi bo'ladi. Bundan keyin boshlaymiz biz ham yemlarni berishdi. Biz nimaga olib ketamiz? Andijon, Bulovash tumaniga. Sharxonsoy baliq hovuziga endi bil boshlayapmiz. Alloh barakatini bersin. Duoda bo'lib turasizlar, aziz kanalimiz obunachilari, aziz musulmonlar. Duoda bo'lib turasizlar. Olib borib bugun baliqlarni hovuzga tashlasak, inshaalloh boshlaymiz degan tutishdi. Xudo xolasa. Nihoyatda katta joy ekan. Ana o biz mashina ham kelyapti. Ana shu kelyapti biz mashina. Chaqirdik. Balig'imizni olib borib bersin deb haligi. Spesial nima deydi? Labolar ekan ular haligi. Kislorod bilan ekanda. Kislorod bo'lar ekan bochkada ichida. Kislorod havo haydab turar ekan. Kelyapti ana o. Ana o baliq ko'rinyapti, ko'rinmayapti, odamlar tutyapti. 4 ta 5 ta to'r tashab, bittasi haydayapti baliqlarni. Ana ko'rinyapti, ko'rinmayapti, ana o labo kelyapti. Labo. Mashina qilib ovlaydigan, oson emas ekan. O'tiylar o ko'krakkacha chiqarganda nima? Rezin o'ti. Ana labo kelyapti. Hozir shunday bitta mashina tutib mashina olib kelsa, mana managa. Mashinadan olamiz, tortib beradi. Ha, kilosini deb aytib qo'yaylik. Oq baliqlar kilosi oq baliqning kilosi 35 ming ekan. 100 gramdan. Sazan baliqlar 50-60 gramdan 70 ming. 69 ming, 70 ming deyapti. Hozir biz oldin ham olib ketgandik, endi hozir qolganini olib ketyapmiz. Oq baliq, sazan, oq baliq, sazan, piyostradan ozgina olamiz deyapmiz, ko'ramiz deb bakib. Qaysinisi yaxshi rivojlanib, qaysi yaxshi bo'lar ekan. Qayerda bo'lsa ham tinch, sog' salomat bo'linglar, aziz musulmonlar, aziz obunachilarimiz. Podpiskani bosinglar. A'zo bo'lmaganlar podpiskani bosib, like-ta ayamanglar. Sizlardan hech narsa ketmaydi. Biz yangi ochganmiz kanalni, oldin ham aytdik. Shu kanalimiz rivojlanishi uchun sizlardan ozgina yordam bo'lib qoladi. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Qayerda bo'lsa ham tinch, sog' salomat bo'linglar azizlar. Qayerda bo'lsa ham mana mashinamiz keldi mana. Sog' salomat bo'linglar. Kimlarning mushkullar bo'lsa Allohim oson qilib qo'ysin. Dardlari bo'lsa shifo bersin. Musofirdaylarda ham tinch qilgin Allohim, safarlarni bexatar qilgin. Sog' salomat
ishlarni qilib, pullarni qilib, ota-ona bola chaqasini yuz bilan kelib yuz ko'rishga nasib qilar. Qayerda bo'lsa ham tinch, sog' salomat bo'linglar. Aziz musulmonlar, aziz obunachilar. Yana videoda ko'rishib, gaplashguncha sog' salomat bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.